Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamd sanalı olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Muhterem aziz qarindoshlar, bugün yanalam takdir haqqı to'xtalamiz. Bugün to'xtalmoqchi bo'lgan tema sabab qilish taqdirga zid kelamdi degan tema. Sabab jari qilish taqdirga zid kelamdi degan tema haqida to'xtalamiz. Boshda shuni kesib aytamizki, taqdirga iymon keltirish hargizmi sabab jari qilishga zid kelmaydi. Chunki sabab jarilarmi natijalarga o'xshashlam Alloh tarafidan taqdir qilingan. Şu qaysi bir inson natijalarni sababga bog'lanmaylam o'ttirg'i chiqqan deb o'ylagan bo'lsa, taqdirni yaxshi tushunmagan insondir. Yo'q taqdirning haqiqatini bilmagan insondir. Chunki sabab jarilarmi natijalarga o'xshashlam Alloh tarafidan taqdir qilingan bo'ladi. Masalan, Alloh mu'minlarga ko'z ko'rib bakmagan ve insanın xiyalığım kep bakmagan güzel cennetini va'da qilgan. Lekin bu cennetga erishish uchun harakat qilish, sabab jari qilishni shart qilgan. Sabab jari qilmay turib bu cennetga erishgan bo'lmaydi degan. Sabab qilishning taqdirning qatori kirdiganlikning dalili sifatida bir hadisni bayon qilamiz. Bir odam Peygamberimizden kaşık gelip keselning saqiyishig dua qilish Allah'ın takdirden bir narsani qaytara olam dedi. Yani keselning o'lib ketish taqdir qilingan bo'lsa, biz dua qilib sabab qilgan bo'lsak, ma'naviy sababini qilgan bo'lsak, moddiy sabab bilan birlikda buni ruhiy qilish deb ataymiz. Taqdirni o'zgarta olamdi deb so'ragan vaqtida Peygamberimiz dua qilishmi yoki ruqiy qilishmi bu taqdirning jumlasidan deb atgan. Ya min qadarillah. Bu taqdir. Kisal bo'lish taqdirning qatoridan bo'lgan bo'lsa, buning chorasini qilish bu albatta taqdirdir. Buning asosan Xitoy virusining dunyo vabo bo'lishi Allohning taqdiri bo'lgan bo'lsa, bu vabaga karşı her türlü çağrılarını eliş, sebep çağrısını kılış mı? Bu mu Allah'ın takdiri? Bu mu Allah'ınki buyruk? Virüsün yaratılışı, yani virüsün payda oluşu, yaratılış cihetki takdir bo'lgan bo'lsa, onun karşı duruş, onun aldığını elişin sebep çağrı kılış, bu şeriatninki ko'rsatmıştır. Yani Allah'ın şeriatı belgilegen iradesidir. Demek sebep çağrı kılış dinimizden buyruğudur ve hayatının takazzasıdır. Çünkü Peygamberimiz peygamber turuqluq sebep çağrılarını mükemmel kılgan. Cengi çıqamen bolsa harbiy formularni kiyib chiqqan. Askarlarni her türlü çenik duruşlarını, askerler her türlü çenik duruşlarını ep bağın. İhtiyat kıldığı yerde ihtiyat kılgan. Ve can olsun, ya devletli müdafaa kılışta olsun, istihbarat xadimlerini mi işletken. Bu mesele biraz takımı kengaytgan vaqtimizda deymiz ki, Peygamberimiz kambag'allikka qarshi ish harakat orqali qarshi turgan. Bilimsizlikka qarshi ilm ma'rifat orqali qarshi turgan. Kasallikka davolanish orqali qarshi turgan. Zulmga yoki dushmanlarga jihad qilish orqali qarshi turgan. Jamiyatga intizomsizlikqa qonun tuzum yo'l qo'yish orqali qarshi turgan. Buningdan boshqa her insonda ko'rilish ehtimoli bo'lgan ojizlik, g'ururlik, umidsizlik ya kambag'allik degan o'xshash bu illatlardan omonlik tilagan, hem musulmonlarning davomli bu illatlardan omonlik tilashga, hem buningdan qutulishga tashabbus qilgan. Buningliklar emas, balki payg'ambarimiz payg'ambar turug'liq rizqimiz osmondan tushdi deb yotgan emas.
balki 1 yillik oilasiga yetkilib uzuq-tuliqni uyga saqlab qo'ygan. Sabab chorasi qilgan. Demak, payg'ambarimiz sabab chora qilishda eng yuksak palladagi o'rnak edi. Buning asosan taqdirga ishonish bilan sabab chora qilishni bir-biriga zid deb qarash bu islomni to'g'ri tushunmaganlikdan kelib chiqadi. Allohning bu hayotda o'rinlashtirgan qonuniyatini bilmaganlikdan kelib chiqadi. Hamda insonlarning dunyo oxiratda natija qozonish sabablarini ko'rsatgan islomni to'g'ri o'zlashtirolmaganlikdan kelib chiqadi. Chunki Alloh taolo barliq maxluqotlarni sabab orqali yaratgan. Dunyoga qarab boqaylik. Bütün maxluqotlarning yaratish sababga bog'langan. Hamda insonlarning dunyo oxiratga natija qozonishimi sababga bog'langan. Mayli bu dunyoda natija qozonayli, oxirat natija qozonayli, sababga bog'liq. Bu dunyoda natija qozonmay turib, oxiratda natija qozongan bo'lmaydiganligini eskartgan. Buna asosan qaysi bir kishi Alloh buyurgan sabab choralarni qilmay turib, tavakkul qildim deb qo'yish bilan maqsadga yetkil bo'ladi deb qarasa, yoki sabab chora qilmay turib maqsadni hal qilgan bo'ladi deb qarasa, bu islomni xato tushunib olgan ongsiz bir musulmon. Qaysi bir musulmon Alloh sabab qilinglar deb, biz sabab qilib o'tmay tavakkul qilsak bo'ldi. Taqdirda pishonimiz tutilganini ko'ramiz. Sabab qilib nima kepti? Aman beşimiz kildigini kilodo deb sabab chora qilmasa, yoki sabab chora qilmay maqsadga erishgan bo'ladi deb qarasa, bu islomni xato tushunib olgan ongsiz musulmon. Shariatning ruhin tushunmagan nodon bir musulmondan iborat. Chunki taqdirga ishonish degan sabab chora qilmaslikni yoki sabab choraga sal qarashni ko'rsatmaydi. Mayli bu taqdirga ishonish deb atang, yoki tavakkul qilish deb atang, bu hargim sabab chora qilmang deganni ko'rsatmaydi. Yoki sabab choraga sal qarash deganni ko'rsatmaydi. Biz sabab choraga sal qarabdik, bugun mustamlikaga tushdik. Musulmonlar dunyo bo'yicha ojiz holatga tushib, o'z ichida parchalan, dunyoning kaynida qoldi. Garchi dunyoga nur yoritadigan mash'al ilohiy va qo'lda bo'lgan bo'lsa-mu, buni tortolmadi. Nimishqa sabab natija qoni uyg'un sharkat qilib bo'lmaganligi. Hatto dövlətini yo'q deb qo'ydi. Demak, taqdirga ishonish demak, sabab jariga sal qilishni ko'rsatadi, sal qarashni ko'rsatmaydi. Chunki taqdirga tayinib olib, sabab jari qilmasak, men taqdirga tayandim, taqdirga ishondim, tavakkul qildim, beshim kelganini ko'ray deb sharkat qilmay qolib qolsa, bu bir tarafdan aqldagi nuqson bo'lsa, yana bir tarafdan shariatni tushunishga illatdir. Yani şeriatni tushunishga kirzizdir. Shariatni xato tushunganlikdir. Sabab chora qilmaslik bir tarafdan aqldagi nuqson bo'lsa, yana bir tarafdan shariatni tushunishga nuqsondir. Yani bu kamolatning ifodasi emas, taqvolikning ifodasi emas. Masalan, farzand ko'rish uchun dinimiz to'y qilinglardir. Mo'l hosil elish uchun dan selanglardir. Qursoq to'yg'iz uchun binasi yanglardir. Ussizlikni qondirish uchun suv yoki ichimlik ichinglardir. Shuningdek, dunyo oxiratda natijaga erishish uchun, g'alaba qozonish uchun Allohning ko'rsatmasi bilan manglardir. Demak, hayotning hammasi sabab natija qonuniga bog'lanadi. Sabab natija qonunining ahamiyati haqida ijtimoiy hayotga bir qarab boqaylik. Mayli biz olayli, mayli boshqa millat ol qarab boqaylik. Millatlarning kuchli bo'lishi yoki ojiz bo'lishi, taraqqiy qilishi yoki orqali qilishi, turmushning farovon bo'lishi yoki kambag'al bo'lishi, qaysi bir sohada bo'lsin g'alaba qilishi yoki mag'lub bo'lishi, mustaqil bo'lishi yoki biz o'xshab mustamlikaga tushib qolib xor bo'lib qolishi o'xshash bu qatorliq natijalarningki cho'qim sababi bormiz. Ichki sababi va tashqi sababi. Demak, yuqorqi ishlarning hammasini bir natija olsak, mayli taraqqiy qilayli, bu natija, buning sababi. Orqada qolayli, bu natija, buning sababi.
Mustaqil bo'lgan millatlar qarsak, sababini qildi, mustaqil bo'ldi. Biz bo'lgan bo'lsak, sababini joyida qilib bo'lamiz, mustaqil bo'lmadik. Demak, sabab tepilgan yerda natijaning chiqishi hayotning taqozosi. Sabab qilsang, Sovet suv to'xtaydi deganda, sabab qilgan yerda natijaning chiqishi hayotning taqozosi. Hayotning qaysi bir soat qarsak, bu umum bir qonuniyat. Chunki Alloh natijani taqdir qilgan bo'lsa, yuqorqi natijaning qaysi birisi olsin, taqdir qilgan bo'lsa, buni sababga bog'lab taqdir qilgan. Aslan bir davlatning taraqqiy qilishi, ilm, ma'rifat yuksalishi edi. Natijamiz natija. Nimaga bog'landi bo'lsa, sababga bog'landi. O'qishga bog'landi, ma'rifni gullantirishga bog'landi. Bir millatning kuchli bo'lishi esa, uning siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, askariy, tashviqot va boshqa sohalarda kuchli bo'lishi taqozo qiladi. Demak, natija sababga bog'langanmiz bog'langan. Albatta biz Alloh taqdir qilgan narsaning haq ekanligiga ishonamiz. Ham Alloh taqdir qilgan narsaning cho'qim yuz berdiganligiga ishonamiz. Lekin Alloh taqdir qilgan bu narsa, Allah bu hayatda ya bu kainat o'rinlashtirgan sabab natija qanday uyg'un holatda sabab qilishga bog'liq. Ya'ni sabab qilish orqali ish qo'shib, sabab qilish orqali hosil bo'ladi. Chunki sababmi Allohning taqdirining bir qismidir. Bir davlatning mustaqil bo'lishi taqdir, mustamligi bo'lib qolishi, yoki mustamlik chiqib qolishi 11 taqdir. Allah taqdir qildi. Lekin sababga bog'landi. Mustaqil bo'lish uchun sabab lozim. Mustamlikdan qutulish uchun sabab lozim. Mustaqillikni himoya qilish uchun sabab lozim. Demak, sababmi taqdirning bir qismi, bir qismi. Qur'oni Karim bu to'g'risida Zilqarnaynning voqeligini bayon qilib, inna makkanna lahu fil ard. Biz Zilqarnayn dunyoda nurg'un imkoniyatni berdik. Nurg'un zaminning podshohligini berdik. Nurg'un sharoitlarni yaratib berdik. Mashriq bilan mag'rib ko'z yumib ochiqish baralig'ida qobiliyatni berdik. Va atayna min kulli shay'in sababa. Uningga qiladigan har bir ishning yoki har bir sohaning sabablarini ko'rsatdik, xaritasini ko'rsatdik, yo'llarini ochdik. Demak, g'alaba qozonish, unum qozonish nimaga bog'liq desa, sababi. Sabab qil, chorasini qil, ish harakat qil. Zulqarnaynninki, ya'ni bu payg'ambar bo'lgan. Ma dunyoni vayron qilgan Zulqarnayn emas, Qur'onda bayon qilgan Zulqarnayn solih bir inson, yaxshi bir inson, davomli adolat tarafini tutib mangan, zolim qarshi turgan bir inson. Bu nima bilan natija qozondi? Nima bilan buyuk davlat qurdi? Nima bilan dunyoda adolat sistemi shu vaqt barpo qila oldi desa, bu sabab natija qonuniyatiga amal qilganlikdan qiladi. Qur'on Karim bizni tayyorlab qilinadi. Va aiddu lahum mastata'tum min quwwat. Bütün imkoniyatlar bilan tayyorlab qilinadi. Bütün sharoitlar bilan tayyorlab qilinadi. Bu yerda biz tayyorlab desa tar doira ko'rgizib qo'ydik. Faqat ba'zi narsalarni o'rganish, ya qurol etishni o'rganish bilan ishimiz bitdi. Bu yer tayyorlikning başı dastlabdi, bu yer aqidadan boshlanadi. Canlıq imandan başlanın, sağlam ibadetten başlanın, güzel ahlaktan başlanın, yüksek bilim mərifətdən başlandı. Özünün siyasını ve dünyanın siyasi düşünüşdən başlandı. İqtisad felsefesini, iqtisadını qandaq toplaş, qandaq cayıq işilişdən başlandı. Cəmiyyət şünaslıq nəzəriyəsi, miyan cəmiyyətinin qandaq tiklindiğanlıq, qandaq veren bulduğanlığı, dövlətin qandaq tiklindiğanlıq, qandaq veren bulduğanlığı, bu kanuniyyətin belişki arqılıq boludu. Bilim ma'rifat orqali bo'ladi, texnika orqali bo'ladi, istixborot bilimini elish orqali bo'ladi, idora kasbini o'rganish bo'ladi, tashviqotchilik bilan bo'ladi. Mush sohalarning hammasi tepilsa, ening kendim bu yerda kuch-quvvatni to'liqlash uchun tayyorlikni joyida qilgan bo'lamiz. Mush sohalarning hammasini o'zimizni yetishtiralasak, mush sohalarda o'zimizga kerakli bo'lgan odamlar yetishsa, ening kendim tayyorlik qilinadigan buyruqqa amal qilgan bo'lamiz. Biz tayyorlik bormi? İman jihatda saviyamiz qanchalik? Buni Alloh o'zi bildi. Axloq jihat qanchalik? Holimiz o'rtada. Bilim ma'rifatda adabimiz az. Texnikada yo'q hisobda. Siyosat bilan shug'ullangan mutaxassislarimizning soni az. Jamiyat shunasi qilib shug'ullanganlarning soni chekli.
istihbarat sohasida bor yo'q, idora kasbida borlar yo'q narsa. Demak, tayyorligimiz bizning yo'q hisob. Bu tayyorliklarni qilish uchun biz nimaga bog'liq bo'lamiz? İman bilan birlikda bilim ma'rifatga bog'liq bo'ladi. Siyosatchi bo'lishmi o'qish lozim. İman o'qish lozim. İqtisodshunos bo'lish lozimmi? İman bilan birlikda o'qish lozim. İstihbaratchi bo'lishmi? İman bilan birlikda shu kasbni o'rganish lozim. Texnik shunos bo'lish uchunmi? İman bilan birlikda shu kasbni o'rganish lozim. Bizda qanchalik bu? Biz bu tayyorlikni qilib turibmiz. Biz oyatning bosh qismini qo'yib turib, va mirrikabil xayr. Ot minishni o'rganilgan, qatnash vositalarini o'rganilgan mishanchon tutib. Tayyorlik qilinglar debdi-kan, men tank etishni o'rgandik, mashina haydashni o'rgandik. Qag'ayani ko'ngil bo'lmay ishimiz bitdi dedi. Yo'q, oyatning degani emas. Oyat bir butun holat tayyorlik qilinadi. Bir butun holat tayyorlik qilsanglar, va turhibuna bi aduvallahi va aduvakum. O'zinglarning dushmani, Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmanini qo'rqita olasizlar. Düşmanlar sizlardan ensiraydigan bo'ladi. Sizlarga hujum qilinmaydi. Sizlar hujum qilmoqchi bo'lsa, ming o'ylaydigan, ming hisob qiladigan bo'ladi. Biz bu tayyorlik bo'lmag'achqa dushman bizdan qo'rqmaydi. Balki biz dushmandan qo'rqadigan bo'ldik. Ish ta'tirsiga aylan. Nima uchun desa, biz tayyorlik qilmadik. Qur'onning degani bo'yicha ish qilmadik. Shariatning buyrug'ini bo'yicha ish qilmadik. Shuning uchun biz qo'rqadigan yerga chiqib qoldik. Shuni esimizda tutishimiz kerakki, bu hayot haq bilan botil orasida yoki adolat bilan zulm orasidagi kurashdan iborat. Haq bilan botil orasidagi yoki adolat bilan zulm orasidagi bu kurash qiyomat kunigacha davomlashadi. Bu Allohning qonunidir. Chunki bu dunyoda adolat taraflari bilan zolim taraflar tugmaydi. Haq bilan batil davomli mavjud bo'lib turadi qiyomat kunigacha. Shuning uchun bu kurash to'xtab qolmaydi. Shuni biz g'ofil bo'lsak bo'lmaydi. Biz tinchlik yozsak, boshqa hech kim bilan ishimiz bo'lmasa deb deyolmaymiz. Biz tinchlik yozsak, boshqa hech kim bilan korimiz bo'lmasa deganimiz bilan dushman jim yotmaydi. Dushman uxlamaydi. Dushman bizni jim qo'ymaydi. Shuni bu yerda xotirjam yashashimiz uchun Alloh bizni yaratgan vazifamizni ado qilish uchun biz jonliq holatda, tayyorlik holatda tura olsak, u vaqtida endin xotirjam yashay olamiz. U vaqtida salomatligimizni qo'g'day olamiz. Bu kurashda haq bilan botil orasidagi yoki adolat bilan zulm orasidagi bu kurashda faqat harbiy nuqtalardan hal bo'lmaydi bu masala. Yoki bu kurashda faqat harbiy kuch bilan bir taraf qilganolmaydi. Ishlar tugamaydi. Bu yerda bo'ladigan kurash ideya kurashi. Düşmanımızla Xitoylarning bizga yurgizayotgan eng shiddatli kurash bugun kunlikda qaysiz ideya kurash. Mingimizni juvatdi. İslam ideyamizni o'ttirishga urinayapti. Milliy ideyamizni yo'qotishga urinayapti. Bularning hammasini nima deb ataymiz? Ideya kurashi. May ideya kurashini tushunmasak, buning qonuniyatlarini bilmasak, bizda qanday illat va qanday kasal buni bilmasak, dushman bizni qo'limiz qurol tutqizib qo'ygan bilanmi o'zi xalagan sanamga dastur. O'zimiz bilan o'zimizni baplaydi. Bir-birimizni kafir chiqaradigan, bir-birimizni dushman chiqaradigan baplaydi. Bu yerda ideya ko'rishi va, prinsip ko'rishi va, qimmat ko'rishi va, madaniyat ko'rishi va, iroda ko'rishi va. Biz nima irodada? Mustaqil inson deyish. İzzat bilan yashash. Ammo Xitoy xarolat qurib yashaysan. Ideya ko'rishi va, raqobat ko'rishi va, hayot raqobat, hayotni saqlab qolish. Endi taraqqiyot, vatanni gullantirish ko'rishi va, buning uchun badal to'laydigan kim? İstihbarat ko'rishi va, tashviqot ko'rishi va. Bu kurashlarning hammasini tushungan vaqtida, o'zlashtiradigan vaqtida, buning o'z loyiqida tayyorlik qiladigan vaqtida, ening keyindan haq bilan botil orasidagi yoki adolat bilan zulm orasidagi bu kurashda endin natijaga erishgan bo'ladi. Albatta bu kurashlarning har birisining o'zining qonuniyatlari va o'zining vositalari va. Masalan, siyosat misolga olsak, buningki islomda ko'rsatilgan aniq belgilarmi va shuning uchun bugungi dunyoning siyosati. Bugungi siyosatning kimi o'yinlar va. Bu o'yinni bilmagan vaqtida boshqalarniki deb usul o'ynaydigan kim. Shu kallamda bor, mening bilginim ma'vu deb ham chiqqanim. Biz dastlabda
dinimizni yaxshi tushunaylik. O'zimizningki islom siyosatini yaxshi tushunaylik, milliy siyosatni yaxshi tushunaylik, dunyo siyosatini yaxshi tushunaylik. Bu bir misol. Shuna o'xshash hayotning qaysi bir sohasida natija qozonmoqchi bo'lib qolsak, shuning vositalarini, qoidalarini obdan o'zlashtiraylik. Ening keyindan natijaga erishamiz. Oxirida taqdir aqidasiga munosabatlik aslish muhim bir nuqta, uni aslatib o'tay. U bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo bizni, ya'ni biz musulmonlarni hayotning qaysi sohasida bo'lsin, mayli siyosatda olsun, iqtisodda olsun, cemiyetshunoslikda olsun, axloq, fikr, falsafada olsun, hayotning qaysi sohasida bo'lib qolsin, bo'shib qolmay, ümmitsizlanib qolmay, shariatning ko'rsatmasiga uyg'un bo'lgan barliq sabablarni qo'llanib, barliq sabablardan foydalanib ish harakat qilish buyuryapti. Dinimiz bizni hayotning qaysi sohasida xizmat qilaydi, qaysi sohasida kasblashaylik, shariatning ro'yiga uyg'un holatda yoki shariatning ro'yiga uyg'un qilgan barliq sabablardan, barliq texnikalardan, barliq vositalardan foydalanib ish harakat qilishimizga sabab qilishimiz buyuryapti. Shu Qur'on Karim bu to'g'risida vaqul ya'malu deydi. Ish qilinglar. Sabab qilinglar. Buning doirasini aytmayman. Faqat namoz bilan İslam belgilegen 5 arkanını tutursan işanı tutudu dedi. Onu mu qilish lazım? O mu emel? Aqidini canlandırış lazım. Buna işini emel. Ahlakını ölçemleştiriş lazım. Müslümanlar bu bir emel. Siyasetini düşünüş lazım. Bu mu emel? İqtisat sahası iş qilish bu mu emel? Texnik sahası iş qilish bu mu emel? Başka ictimai fen olsun, tabiiy fen olup qalsın, bunun kasblashish ve milletninki ihtiyacını qandırış bu mu emel? İslam dini buyurgan emeller hemmisini ölçüge aldı. Müslümanın akidi sağlam olsa, ibadet joyida olsa, ahlakı joyida olsa, onundan başka elip bağlan faaliyetlerin qaysi sahasida olsun, İslam zıt kelmeye qilib qalsa, ibadet hesablanır, ibadet hesablanır. Meyli o'qituvchi olsun, meyli injener olsun, meyli lütçük olsun, meyli tadqiqatchi olsun. Şerkit Allah'ın razılık gözlengen olsa ve İslam Müslümanlarının milletine, vatanından menfaat gözlengen olsa mücahit hesaplar. Dinimiz iş kılanlardır. Sizlerin işinlerinin neticesini Allah gördü. Allah devamlılık görüptür. Bizden işimiz Allah'ın Resulü dediği ölçemlik buldum bulmadım. Şeriat görsetken yol yoruq uygun buldum bulmadım gördüm. İş kılmay uğurluluk kıysak, ümmetsizlensek, buna neticesini mi gördüm? İş kıysak, canlıq bağsak, buna neticesini qanday olduğunu gör. Demek hesabı iş kılınlar. İş kılmasanlı hesabı var. Müminler gör. Hayat olğan müminler güvacı oldu. Hayat olmağanlı kıyamet günü depte açılған vaxtıda bizden emidi iş qıyğanlığımız, ya uğurluluk qıyğanlığımız, ya susluq qıyğanlığımızı gördü. Demek bu ayet bizi sebep kılanlar. İş hərəkət kılanlar. İş kılanlar. Hayatның her qaysası iş kılanlar. Milletini teröldürüş için biz qoşup müstemlik çıkıp qalğan bir millet qarta müstemlikini qutuluş için hərəkət qılanlar, səbəbini qılanlar. Unda olğanca səbəbini qilish dinimizden buyruq. Dinimizden buyruq olğan ekan, şeriatning yol yoruqi naqsi olğan ekan, hergizmi bu taqdirgiz ekanmi? Belki taqdirning buyruğudur, belki ish harakat, belki sebep taqdirniki jumlasini qatoridir. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.